Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Zo'r narsaga qarang, lifehackga qarang, lifehackga. Yozda Shibakadan ustalarimizni tashlab qo'ysalar, lekin buni ustalarimizga zo'r narsa topdim. Kellaga gig qo'ysalar, razmerini o'zgartirib, katta bo'lsa kichaytirasan, kichik bo'lsa kattaytirasan. Narxi 30 ming so'mdan. Buna qarang, buna qarang. Durishini qarang. Durishini qarang. Va bozorga borganda olaman dedilar. Kellaga soyaboni, masalan, netib yurmaysiz. Qo'lingda tutib yurmaysan, kellaga kelsa hech qanday xalaqti yo'q. Zo'rmi, yardimi? Ustalar tuzaklarlar buni. Zakaz olsa ustalar, lekin bir 10 dona aldım, lekin bundan 10 dona zakaz olsa. Narxi 30 ming so'm. Ustalar uchun neoblisning buna qarang. Dumyomona, buna qarang. Issurmiydi. Sholachilar noming ketadi, lekin sholachilar, shola ekkanda. Zo'r ekanlik. Ay, Bangladeshdagi adam ekan bu. Buni giyazandan Bangladeshmanda bir yo'racak. Ya dumdaqcha. Hech kellangan ona bana xalaqti, kellangda bor, yo'q bilinmaydigan. Ustalara jo'natib qo'yaman buni. Ikkinchi neobishni narsa O'zbekistondan bo'lsa, dumdaqcha turadi. Balkim bordi, biz bilmayapmizdi. Lekin men ishida Makka shahriga kelib, Kakiya bozoridan ko'rdim. Ma'qul bo'lsa, Grekiya yozasalar, xudo xolasa, iloji boricha taxlaymiz.